Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiqlal kündülük haberlerini görüşüngana qızgın qarşılamız. Men Erşidin Ediqot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alaqadar muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatinglar ekranımızda bolsun. Xitoy irqiy qirg'inchilik masalasida Afrika ellerini aldashga urindi. Xitoy Sharqiy Turkistonda ijro qilib kelayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati islom dushmanligi masalasida Afrika Arab davlatlari yosh siyosiy yo'llarining ko'zini bo'yashga urindi. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur Abtonom rayonlik partiya komitetining sekretari Ma Shingruy qo'rchoq amaldorlardan Erkin Toniyaz, Abduraqib Tumirniyaz va boshqa amaldorlar 29 noyabr Urumchida ziyoratga kelgan Afrika Arab davlatlari yosh siyosiy yo'llar umidikilar bilan ko'rishgan. Ma Shingruy Xitoyning saxta tashviqotlarini takrorlab, biz Xitoy kompartiyasining millatlar siyosati va din siyosatini umumyuzlik izchillashtirib, har millat ommaning diniy e'tiqod erkinligini to'liq kafolatlantirib, kishilik huquqni kafolatlantirish saviyamizni har taraflama o'stirdik deb bildirilgan. Bu xitim Sharqiy Turkistonga ziyoratga kelgan yosh siyosiy yo'llar ichida Misr, Komoro, Djibouti, Liviya, Marakash, Sudan, Tunis qatorliq davlatlarning vakillari bor ekan. Xabarda elchilarning bu xitimliq ziyoratda jamiyatning inoq, muqim ekanligini, iqtisodning gullanib taraqqiy qilganligini, xalqning xotirjam yashab, xushal-xo'ram ishlayotganligini ko'rganligini aytganligi da'vo qilingan. Xitoy yaqinqi yillardan buyon g'oyat zo'r xarajat ajratib, ko'plagan sayohat o'rinlarini ta'sis qilgan bo'lib, cheklik o'rinlarni ko'rgan ziyoratchi sayohatchilar Sharqiy Turkistonning navbatdagi ichinishlik ahvolining aksicha Xitoyning yolg'on tashviqotini angladi. Turlik ziyorat o'maklari Xitoyning yolg'on tashviqotiga ishondi yoki moslashdi. Halbuki Xitoyning Sharqiy Turkistondagi sistemalik irqiy qirg'inchilik jinoyati izchil davomlashayotgan bo'lib, diniy bostirish, jazo lageriga keng ko'lamli qamash, majburiy emgak silish, surgun qilish, tug'ut cheklash, o'smirlarni oilasidan ayirib majburiy assimilyatsiya qilish qatorliq sonsizlagan vahshiyona jinoyatlarni izchil ijro qilib kelmoqda. Fransiyada 2 kishi o'zak texnikasi maxfiyatligini Xitoyga setib berish bilan ayblandi. Fransiyada maxfiy qatoridagi ilg'or o'zak texnikasini Xitoy va Rossiyaga sotgan deb gumon qilingan bir bir ayol rasmiy ayblandi. Fransiya Xalqaro radiosining 1-dekabr xabar qilishicha, Fransiya davlatlik terrorlikqa qarshi turish taftish mahkamasi o'zak texnikasini Xitoyga setish dilo chetishliq bir ayolning til biriktirish jinoyati va 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin bo'lgan jinoyat sodir qilganligi bilan ayblanib, adliya nazorati tarafidan nazoratga ilinganligini bildirgan. Diloga chetishliq kishilarning advokati muxbirlarning bu haqdagi savollariga javob berishni rad qilgan. Fransiya yerim o'tkazgich ilg'or texnika shirkati Omekning nomi bilan atalgan mazkur diloda oshkorlanishicha, 2 fransiyalik bilan 2 Xitoy 2023-yili 3-oyda Parijda dilo turg'izilib tekshirilgan. Omek shirkati 2018-yili Jangrudan ismli Xitoy savdogari tarafidan setib olingan bo'lib, Xitoyda o'ltiraqlashgan mazkur Xitoy Fransiyada qurgan shaxsiy fondi orqali Omek shirkatining 94% payini setib olgan va bu shirkatning bosh mudiri bo'lgan. Şirketning bosh organi Parijga yaqin joyda bo'lib, ayni vaqtda 100 dan ortiq xizmatchisi bor ekan. Mazkur shirkat ishlab chiqaradigan material yerim o'tkazgichning kuchini necha 10 hassa o'stiradigan bo'lib, 2021-yili Fransiya davlat ministrligi tomonidan strategik material qatoriga kirgizilgan. Ma'lum bo'lishicha, 2023-yili 24-mart Omek shirkatining bosh direktori Marik Roche va bu shirkatning bir Xitoy amaldori chet el kuchlarini davlatning manfaatiga ziyon yetkazadigan programma, hujjat va arxivlar bilan ta'minlash jinoyati bilan ayblangan. Mazkur jinoyatga 15 yillik qamoq jazosi va 225 ming yevro jarimani qo'yilgan. Malayziyadagi xalqaro yig'inda Sharqiy Turkiston masalasi asosli tema bo'ldi. 1-dekabr Malayziyada o'tkazilgan islom ommaviy tashkilotlarini moslashtirish yig'inida Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati tafsili tunishtirildi hamda Sharqiy Turkiston mustaqillik masalasi haqidagi choralar o'tirg'a qo'yildi. Malayziya Islom ommaviy tashkilotlari hamkorlik kengashi yig'ini Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda o'tkazilgan bo'lib, har qaysi davlatlardan kelgan ommaviy tashkilot vakillari qatnashgan. Yig'inga Uyg'ur tashkilotlariga vakolatan Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'uzxon,
Birlikning bosh kotibi Abdurashid Aminhoji Amerikada faoliyat qilayotgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi raisi Ömer Qanat apandi ishtirok qilgan. Yig'inda Hidoyatullo O'g'uzxon so'z qilib, Sharqiy Turkiston mustaqillik masalasini hal qilish choralarini bir qancha nuqtadan tafsili tunishtirgan. U yana Sharqiy Turkistonda davom qilayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati va islom dushmanligini qanday to'xtatish haqida bir qator tadbirlarni, har qaysi tashkilotlarning bu masaladagi vazifasini, bo'libmi islom dunyosidagi tashkilotlarning mas'uliyatini qanday ado qilishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Yig'inda Ömer Qanat Xitoyning Sharqiy Turkistonda vahshiylarcha ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati, insoniy huquq dafsanchiligi haqida doklad bergan. Yig'in oxirida Hidoyatullo O'g'uzxon bilan Ömer Qanat sahnada yig'in ishtirokchilarining Sharqiy Turkiston masalasi haqidagi savollarga javob bergan. Hidoyatullo apandi bu vaqtdagi ziyoratimizni qabul qilib, mazkur yig'inga Yevropa, Amerika, Hindiston, Malayziya, Indoneziya, Filippin, Tailand, Sri Lanka va boshqa islom ellarida faoliyat qilayotgan islomiy tashkilotlar va g'ayri-islomiy tashkilotlarning ishtirok qilganligini, yig'inda Sharqiy Turkiston masalasining asosiy tema bo'lganligini, Falastin Arakan masalasining muzokara qilinganligini, Sharqiy Turkiston vakillari Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini kun tartibga keltirganligini bildirdi. İstanbulda diniy ilmlar o'quvchilari ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. 30 noyabr İstanbulga joylashgan Sabahattin Zaim Universitetida diniy ilmlar kasbidagi Sharqiy Turkistonlik magistr va doktorantlarning tunji navbatlik ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Mazkur ilmiy muhokama yig'inini Sharqiy Turkiston ulamolar birligi o'rinlashtirgan bo'lib, Turkiyadagi o'xshamagan universitetlarda diniy ilmlar bo'yicha magistrlik yoki doktorlik o'qishini davomlashtirayotgan 12 o'quvchi tafsir, hadis, islom qonunshunosligi, mazhablar tarixi, qiroat ilmi va diniy ma'arif, tarix qatorliq sohalar bo'yicha o'zining ilmiy maqolalarini taqdim qildi. O'quvchilar tartib bo'yicha leksiya sungan bo'lib, har bir bosqich oxirlashgandan keyin yig'in ishtirokchilarining temaga aloqador savollarga javob berdi. Yig'inga ulamolar, o'quvchilar va Istanbulda yashayotgan bir turkum Uyg'ur xalqi ishtirok qildi. Bir kun davomlashgan yig'inning oxirida maqola sungan o'quvchilarga taqdirnoma tarqatib berildi. Trump kesak oltin davlatlariga 100% tamojna beji qo'yish bilan tahdid soldi. Amerikaning sobiq prezidenti va yangi bir navbatlik prezidenti Donald Trump kesak oltin davlatlariga qattiq ogohlantirish berib, agar dollardan yaroqlashish planidan voz kechmasa, 100% tamojna bejiga duch keladiganligini bildirdi. Trump o'ziga tava ijtimoiy aloqa suhbatida e'lon qilgan bayonotida kesak oltin davlatlarining dollardan yaroqlashish harakatiga bir chetda qarab turadigan davrining oxirlashganligini bildirdi. U bu haqda biz kesak oltin davlatlaridan yangi bir pul birligi qurmaslikqa va qudratli Amerika dollarining o'rnini bosoladigan boshqa pul birligini qo'llamaslikqa va'da berishni talab qilamiz deb ta'kidladi. Trump tamojna beji qo'yish bilan tahdid silib, aksicha bo'lganda ular 100% tamojna bejiga duch keladi va Amerikaga setish fursatidan mangulik voz kechishni kutishi kerak. Kesak oltin davlatlarining xalqaro savdoda Amerika dollarining o'rnini bosolishi mumkin emas va buni sinab boqmoqchi bo'lgan har qanday davlat Amerikaga alvido deyishi lozim dedi. Kesak oltin davlatlari guruhining muhim a'zolari Xitoy, Rossiya, Hindiston qatorliqlar hisoblandi. Hürmetli görürmenler, bugünkü xabarimiz muşu yerde ayaqlaştı. Körgünüňizge rahmet. Ertedeki programda görüşkiçe aman bolgaysizlar. Allah'a emanet.